Men juda ko'p asabiylashaman, nervli bo'lib ketganman-da. Uyga kirsam bola chaqam shovqinidan tipa sochim tikka bo'laman. Mana sochlarim ham to'kilib ketgan. Ishtaham yo'q, uyqusizlikdan. Davo bormi? Meni hamma shu yerga jo'natdi. Mana ersakka borsang davo topasan dedi. Bormi davo? To'g'risini ayting faqat. To'g'ri aytishibdi, to'g'ri joyga keldingiz, bor davo. Davolaymiz. Sochlarim to'kilishigacha. Bor, hammasi. Ko'zlarim nurigacha. Hammasi. Men tirnoqlarim to'kilib sinib ketyapti meni. Hammasiga mahsulotlarimiz bor. Semirib ketyapman men. Davolaymiz. Bundan tashqari, daromad topishga ham o'rgatamiz. Boy qilamiz. Rostdan. Albatta. Ersakda shunday xususiyatlari bormi, opa? Da, hozirgi kunda O'zbekistonda qanchadan qancha ayollarimiz uyda o'tirgan holatda daromadga chiqishyapti. O'tirib uyda pul topyapti. Onlayn ishlab, telefonda zakaz urib, telefonda hamkor taklif qilib. Yo'q, bu qancha topish mumkin misol uchun? Ko'p. Ko'pi qancha? Sizga qancha kerak? Mendan so'ramang, menga 20 ming kerak bo'ladi. 20 ming topishni o'rgatamiz. Albatta. Ersak. Ayollar yuguringlar.